Xudo xolasa atapliniyani yine 400 ming so'mdan kelishilgan holda ishlab berdik. Gap yo'q. Köyningiz istedi, rozi bo'ldingizlarmi? Mingdan ming rahmat. Zaporni gap yo'q. Молодец. Buyursin jo'ra bolasamiz, tarqalamiz. Rahmat. size. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Garantiya 100%. Bir yerine su akmadı. Bir yerinden ham xudo xolasa chip etib suv oqmadi. Ishlab bo'lganimizdan keyin kompressorda tekshirib, ichariga suv yubormagan holatda sistemani kompressorda bir gram bir yerinden bir dem çıkmadı. 100% garanti. Rahmet. sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa shunday xizmatlarimiz kimlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda bemalol nimalarni qo'yamiz. Bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yine kompaniyaya xudo xolasa navbatdagi ishimiz Qasmon uyida bo'ldi. Ahmad Yastoy 45-uyda. Xudo xolasa yerimiz zamonaviy batareyadan 20 shtukdan qo'yib beryapmiz. Bu batareyalarimizni har bir donasini 75 ming so'mdan olib kelyapmiz. Berimiz ham 20 shtuk qo'yib beryapmiz. Sistemamiz obratga podachali bo'lib o'tib turibdi. Berimiz zal bo'ladi. Zalimsa 15 korgadan qo'yilgan yine. Podachalarimiz 25lik, obratkalarimiz ham 25lik. O'zini o'yinda baturbalardan ham ishlatganmiz. Ustayaklarimiz ham 20liklar, o'yinda baturbalar hammachisi. 25lik turbalarimizni 1 metri 600 gram suv oladi. 32lik turbamizni 1 metri 1 litr suv oladi. Bu korgamizni 10 shtuki, 10 donasi, yine mesela 10 donasi bo'lsa 4 litr suv oladi. Keyingi xonamizni ham ko'ramiz, xudo xolasa. Bantrapimiz 20 shtuk qo'yib beryapmiz. Bantrapimizga gün tushmaydi, trap bantrap. Podachalari yine 3 tochkasidan 32lik tartganmiz, qolgan yerlari 25lik. Bu cho'yin batareyamizni 10 danasi 13 litr suv oladi. Hamma batareyalari kraynik qo'yilgan. Batareyalarimizni orqalari ochiq, kronshtaynlar bilan qo'yib beryapmiz. Avval o'rnidan shu cho'yin batareya bo'lgan, cho'yin batareyalarni olib turib, yuvib, yana qaytadan o'rnina qo'yib beryapmiz. Berimiz ham 15 shtuk. Berimiz aynatayna qo'ymaganligimizning sababi beydan eshik ochayotganlar. Shuning uchun bera qo'yib beryapmiz. Bu turbalarni ham o'zida bu turbalarni ishlatganmiz yine. Döşüklerimizin ham döşülüşü. Bir para döşüklerimiz o'zini o'rnidan doğru geldi. Kattaroq döşülüp gitti. Berimiz obratkamız peshni yonboshini aylanib o'tib turibdi. Bu xonamizda 16 shtuk, 14 shtuk ekan, 14 shtuk cho'yin batareyani qo'yib beryapmiz. Şöden podacham, obratkasam katyolyani chiqib turibdi. Turbalarimiz ham o'yinda bu turbalarni ishlatganmiz. Bu obratkamız polni teyindan borib turibdi. Obratkamız tashkilimiz soldi yine, xudo xolasa. Kuxniyimizga 16 shtuk kovurga qo'yib beryapmiz. Şu batareyalarimiz qo'l pishirib turibdi yine, xudo xolasa. Topli pollarni ham da qilib beryapmiz. Vanimizga 5 shtuk kovurga qo'yib beryapmiz.
Hemme bataryalarimizde obratçasından, podachasından kraniklarimiz var. Erten bürüyün, Xudo xolasa öylerini Yevra remont etgende kraniklarimizni iladilar. Kraniklarni ilib turib, bataryani o'zini oladilar, arkasini aboy, har xil malyalik ishlarni qilaveradilar, Xudo xolasa. Xudo xolasa bugungi Qosimovni uyidagi ishlarni ham yakunlab oldik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Xudo xolasa hozir katyolni ham ko'rsataman. Katyollarimiz ham samor bo'lib turibdi. Hamma katyollarni samor qilib uzatamiz biza. Xudo xolasa. Yana bu taraf Aybeka. Buni xonadonni 2 katyolni bir zakaz beryapmiz. Katyolumuzning görünüşü, katyolumuzning bahosi 8,5 bo'ladi. Ventilyatorlar bilan mo'rlarni samor etib beryapmiz. Nasoslarni qo'yib beryapmiz. Nasosning oldindan filtrlar, suv to'kadiganlar, korotchi katyola nav qo'yiladigan bo'lsa, qo'yib taxlab beryapmiz. Manometr, datchik hamma narsasi bor. Katyolumuzning gradusi 60 gradusda turibdi. Xudo xolasa yana. Katyolumuzning yana yanib turishi. 10 kilolik kömür taşıyamız, 10 tane tepki taşıp koymuş. 4'lük disten zetilen katyolumuz. 4'lük disten zetilse katyolumuzun bakası 8,5 milyon. 3'lük disten zetilse 7,5 milyon boladı. Yine katyolumuzun morusu 5 metre boladı. Bantrabine öyneyələrini, ağeləri boladı. Ustalara gep yok. Oyunu az yaktık. Köngüllüydüyü oldu mu ağa? Zakon ister gep yok. Rahmet. Şunlar koyabilirsin. Hiç koşulmayın ha. Hemen kızıp başladı. Xudo xolasa ataplayla yine 400 bin so'mdan gelişilen halda işlep verdik. Köyünün istediği razı buldunuzlar mı? Ming rahmet. Zakonlu gep yok. Malades. Buyursun cana bulaşamazsın. Rahmet. Rahmet. Sağ olun, selamet olun. Selamet olun. Garanti 100%. Bir yerine su akmadı. Bir yerinden hem Xudo xolasa çıp etip su akmadı. İşlep boğanımızdan keyin kompressorda tekşirip içallara su vermeyen halatda sistemanı kompressorda bir gram bir yerinden bir dem çıkmadı. 100% garanti. Rahmet. Sağ olasılar. Xudo xolasa shunday xizmatlarimiz kimlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda bemalol nomerlarni qo'yamiz. Bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Sağ olun, salomat olun. Yine kompressorimiz bor, Xudo xolasa. Ishni bo'lgandek kompressorda tekshirib, atapleniyani 100% garanti etganimizdan keyin suvni solamiz. Sağ olun, salomat olun. Bu taraf ham yine atapleniya tutturamanda yine 2 gün bo'ldi, izimiz turibdi usta bu ham. Ha, sağlıklarınız selam. Nişat katyolunu başlayayım mı istigram? Xudo xolasa. Sağ olun, selamet olun.